alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Chustda biz Qiziltepada. Xo'p, mana shunaqa tokchali joylar. Bu yerda ikkita taxmon, o'rtasi tokcha. Bu xonada bitta taxmon, bitta tokcha. Sekin ko'rsatib boraman. Mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Bir taraf taxmon, o'rta polka. Xo'p, bu yerda dushovoy bo'ladi. Dushovoydan oldin tashab ketdik. O'sha orqada joylari bor, buzib, dushovoyga yo'l ochishadi bu yerdan. Xo'p, tokchalarimiz ichida hammasi 100% polkali, qimmat variant. Korobka qilib o'ralyapti. Biz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu katta xonamiz. Xo'p, bunaqasi 5 metr, bunaqasi 3,5. Qimmat variant, bitta taxmon, dushovoyga yo'l, qolganlari hammasi polkali bo'ldi. Xo'p, tashqaridagi xonamizda o'sha bitta shkaf, bitta polka, yoniga 60 ga 180 lik oyna qo'ydik. Mana shu holat tayyor bo'ldi. Xo'p, ikkita xonamizning narxi 17 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.